Sizlarjonlar, Muharramat Beauty saloniga qarashli Oyqiz Wellness'da ochilish marosimini siz ham kutganmidingiz? Chiroylisiz, go'zalsiz. Marg'ilon xonimlari ayollar sog'lomlashtirish markazida. To'g'ri ovqatlantirib, sog'lom turmush tarzini o'rgatamiz xolos. O'zimga 5 kilo bilan 2 yil o'limimni so'ragan xotin edim. Girija doktoriga olib borishdi. Girija doktorim shu sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanishni tavsiya qilishdi. Allohga shukr, hamd sanolar bo'lsin. 37 kilo vazn tashlab, 8 ta muammoyimdan qutulib, 37 kilo muhim insonga yordam beradi, to'g'ri ovqatlanishni o'rgatib, qancha insonlar hayotini o'zgartirishga sababchi bo'lyapti. Ayollar sog'lomlashtirish markazini ochilishiga kelgan barcha opa-singillarimga kattakon rahmat. Sizlarni Oyqiz Wellness klubida kutib qolaman.